Havo tozalagichda namlantirish funksiyasi bor yoki yo'qligi, qanaqa filtr ishlatilgani va necha kvadrat uchun moslangani. Bu ikkinchi darajali talablar hisoblanadi. Birinchi o'rinda esa CADR, ya'ni Clean Air Delivery Rate. Bu 1 soatda qurilma necha kub metr toza havo yetkazib berish darajasi hisoblanadi. Agar CADR 400 kub metr soat bo'lsa, demak qurilma har soatda 400 metr kub havoni filtrlay oladi. Xonangiz 30 metr kvadrat va balandligi 2,5 metr bo'lsa, umumiy hajm 75 kub metr bo'ladi. 400 ni 75 ga bo'lsak, har bir soatda taxminan 5 martadan ko'proq havo tozalanadi. Seventec Vion 400 kadr, Seventec Dual Care 650 kadr va Seventec Brio Air 550 kadrga ega. 3 xil turdagi havo tozalagichlarimiz barcha filiallarimizda mavjud. Seventec, kelajak bugun.